Suriyaning g'alabasidan so'ng va ummat Suriyada yana bir bor oyoqqa turib, g'alabaga qaytgandan so'ng juda ko'p narsalar o'zgaradi, xosatan bizning mintaqada. Kuchlar muvozanati o'zgaradi va Allohning izni bilan ba'zi millatlarning yomonligi sindiriladi. Ushbu ummatga qarshi yomonlikni maqsad qilgan ulkan loyihalar Alloh taoloning xohishi bilan sindiriladi. Ba'zilar so'rashadiki, Suriyaning ma'nosi nima deb. Bilishmaydiki, Suriya ummat tarixini o'zgartiradi, albatta Alloh taoloning izni bilan. Suriyaning g'alabasidan so'ng va ummat Suriyada yana bir bor oyoqqa turib, g'alabaga qaytgandan so'ng juda ko'p narsalar o'zgaradi, xosatan bizning mintaqada. Kuchlar muvozanati o'zgaradi va Allohning izni bilan ba'zi millatlarning yomonligi sindiriladi. Ushbu ummatga qarshi yomonlikni maqsad qilgan ulkan loyihalar Alloh taoloning xohishi bilan sindiriladi. Ba'zilar so'rashadiki, Suriyaning ma'nosi nima deb. Bilishmaydiki, Suriya ummat tarixini o'zgartiradi, albatta Alloh taoloning izni bilan.